Okey, bilmayman men shu adolatdanmi yo'qmi? Qarang. Mana shu 3 ta derazamizni bemalol nijo qilsak bo'ladi. 3 xonali kvartiramizda birinchi etajdan yonginamizda maktab bor. Magazin qilsangiz har bittasini kamida $300 dan ijaraga bersangiz bo'ladi. Oziq-ovqatga. Bu yoq tarafda stomatologiya ham qilib qo'yishgan. Okey? Maktab bo'ldi, magazin zo'r yuradi. Qara, jiloyu 6 milliondan beri o'tgan 55 kvadrat. A bizanikining kvadrati katta-ku. 74 kvadrat aka. 74. Yashashga ham, nijo qilib foydalanishga ham ideal variant birinchi etaj. Mana shu 3 ta deraza, 3 ta katta xona. Xo'p, Biznes uchun ham zo'r-da. Qara, mana oldi tomoni bemalol parkovka, magazin qilsa, xolodilnikni qo'yishga, zondek qilib turib, hamma sharoitlari bor. Eng kerakligi maktab yonida har bitta chiqqan bola nimadir sotib oladi. undan tashqari remontimiz ham kosmetikani chistinka remonti, shundoq kirib yashaydigan holat. Qar insonlar birinchi etajdan tepaga chiqa olmaydiganlar uchun ajoyib variant. Narx borasida ham, joy borasida ham bizni oldindamiz. Bitta like bosib qo'yishsinmi? Kanalga obuna bo'lib qo'yishsin. Xullas akalar, mana shu 3 xonali 74 kvadratlik kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Birinchi etaj, narximiz 68 ming. $800. $68,800 ga mana shu kvartiramizni xarid qilishingiz mumkin. Naqdga kelib gaplashsangiz, Xudo xohlasa, O'tib beradigan joyi bor. kelishtirib beramiz inshaalloh. Pastda raqam qoldirganmiz, shunga o'xshagan variantlar. Telegramda bo'ladi, lekin bu juda ham zo'r shokolad variant. Ulgurib qolinglar, faqatgina bir dona yon atroflarimizda aholi juda ko'p. Biznes uchun zo'r joy. Manzilimiz Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon mahallasi 3-bekat metrosiga 2 ta avtomobilda joylashgan yangi tushgan mahalla. yangi mahalla. Bu yerda aholi ko'p. Eng kerakligi shu, savdoyingiz zo'r bo'ladi. Charchamaylar.